Bir kofe ichib yurganingda ko'rsang asadini quvonadi, lekin noto'g'ri. Bu Aleskida joylashgan Glapashtam orqasi zdaniya qurib berilgan edi. Gidrolika zavodiniki ko'rishingiz mumkin. Akkuratli turibdi. Bu latok eni 14,5, chuqurligi 10. Peshoxodniy zonaga berilgan. Butunlay o'zim osh yursa ham bo'laganmadi. Огород ichigacha ketgan. Nari ariq ulanib turibdi. Bu yoqdan bo'lsa mana Tarnov suviga mo'ljallangan. Odam ko'zlari ham quvonib ketadi. Ana kimga shunaqa chugunli latoklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, chiroyli narxlarda sizlarga ham shunaqa qilib beramiz. Mana bugun Aleski tarafda aylanib yurdim. Mana ko'rib qoldim. Bu Stellat kompaniyasining chugunli latoklari. Mana xudo xolasa yarim yildan beri turibdi. Bu obyektga berganimizga xudo xolasa yarim yil bo'lgan bo'lsa, qishda qo'yilgan edi. Bu yoq chetda burchatga, bu yoq chetda asfaltga to'xtagan. Mana akkuratli mustahkam turibdi. Bu bo'lsa ko'rishingiz mumkin, parkovkaga kirish. Har kuni kamida 30-40 ta mashina o'tadi. Mana kruzaklar, BYD'lar, yengil mashinalar. Kimga shunaqa chugunli kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Mana bitta obyektda ikkinchi tochkasi bu ichkarida sliflardan kelgan. Peshoxodniy zonaga qo'yilgan bu ham. Bundan ketib katta L5 araz ulanib ketgan, tashib ketadi. O'shanda bu aro Tarnovdan tushayotgan suvlarni yo'lini bo'ktirmasligi uchun qo'yib yuborilgan.